Ishqilib, bitta senga sovg'am bor. Xo'p, nima ekan? Sen yaxshi ko'rgan ranging. Vau, 1 gigabaytlik. Rahmat. Men ham sizga sovg'am bor. Yo'q, Qaradim. nima ekan bu? Ochib ko'ring, ko'rasiz. Qani. Qani, zo'rmi? iPhone? Oranjiy iPhone? Ha? Mangami? Nima qilibdi? Naski qani? Trusi qani? Pena qani? iPhone mazza-ku, mazza qilib Men ishlataman. sovuq kunlarda nima kiyaman? iPhone'ni nima qilaman men? Divonamisan? Zo'r-ku 2 terabaytli. Qarash, men dalvarqa sana paket. Chekam ichida, men qo'lim och. Telefondan sana buyursin. Ikkita sim karta tiqasan, 1 gigabaytlik olsan, 2. sana buyursin. Qarashu, rasmlarga tushasan. Mana kerak emas, divona. Mana naski olib berasan, truska olib berasan. Bo'ldi. Qanday tushuning? Divona. Menga 10 ta rasmiylashtirib bering. 15 Pro Max bering. 16. 16 Pro Max bering. 17 ni oqi. Menga 17 Pro Max ko'kidan bering. 17 ni oranjevisi. 17 Pro Max oranjevisidan bering. Alo jon. Menga pasportingiz bilan plastik kartangizni tashing. Nomingizga 4 xil iPhone olib qo'ydim. Rahmat. Senga ham ering olib beradimi? Pul tashlavering. Men o'zim beraman pulini. O'rganinglar. Bir kunda 3 kunni planini to'ldirdim. Nima oqini zakaz qildirgandim? Siz oqini zakaz qilganmidingiz? Bu qanaqa rang? Oranjiy. Sizga nechiga kelishingiz yetdi-da? 6 da, Hozir san nechi? 5. Demak, bu san telefoning emas, tupoy. Endi menda ham Make Up Forever paletkasi bor. Bu обязательно har bitta qizni kosmetichkasida bo'lishi kerak. Nimaga bunaqa deyotganimni videoni oxirida ko'rasizlar. Mana shu kichkinagina paletkani o'zida rumyani, skulptor, highlighter, concealer har xil ranglardan bor. Ayniqsa teksturasi menga juda ham yoqdi. Yuzimga surgandim, gladki yotdi. Qaranglar, mana shu paletkani o'zida deyarli 80% makiyajimni Ko'zingni yumib tur. Bo'ldi. Начали. Og'zim to'lib ketdi. Zo'r ekan mana shu. Hammasi. Sen menga nimagadir mana shu tuxumchani tanlagansan deb o'ylab o'tib, senga tuxumchasi yoquvdi. Mana shumi? Senga buni qilib qo'yaver. Videolarda oxirigacha topolmasam, men ishonmasdim kelishilgan deb o'ylardim, lekin akasiyatan yo'q. Xo'sh, nima qilish kerak? Qattiq tanlash kerak. Boks gammini tanlash kerak. Nima? Tug'ilgan kunimga bitta shokoladni ravo ko'rdingizmi? Bir katta sovg'alar bermaysizmi? Tushunmading, ochib ko'r ichini. Nimasini ochib ko'raman? Shu shokoladingizni boshingizdan qolsin. Boshqa qizlarga qanaqa gullar, mashinalar berishadi. Boring, olmayman. Hamma ishlarimni o'zim hal qilsam, hamma rasxodlarimni o'zim ko'tarsam, o'zimni o'zim oyoqqa turg'izsam. Nimaga menga shundan keyin ham qachon turmushga chiqasan deb urasizlar? Umuman olganda kimdirning problemasini hal qilishga должен emas, lekin kecha yangi uyga ko'chib kirganimdan keyin shuni bildim. Yonimda yolg'iz Alloh va o'z kuchim bilan ishlab topgan pullarim edi. Kimdirning yordamiga muhtoj qilmaganiga Allohga ming shukr qildim. Aynan shunaqa vaziyatlar faqat va faqat o'zingga ishonishingni, o'zingga o'zing tayanch bo'la olishingni ko'rsatadi. Qizlar, ayollar, sizni sevaman, o'laman deydigan inson bir kun kelib bir chetdan qarab turishi mumkin. Lekin siz ishlab topgan pullar sizga albatta yordam beradi. Shunday ekan, gazini bosib pulni ishlash kerak bo'ldi. Turmushga chiqishga keladigan bo'lsak, faqatgina bizani sinovimizdan o'ta olgan, haqiqiy poddershka qila oladigan, bizdan kuchliroq insonga turmushga chiqamiz.
Assalomu alaykum. Telefoninglar tushib qopti. Oling. Bering asalim. Nomingizga 12 oyga rasmiylashtirib beraman. Bu nima qilib? Sizlar nima odamlarni aldayapsizlar? Paket bilan berdingizmi hozir? Shart emas, o'zimda paket bor. Yuring. Soling. Ana, bo'ldi. Men sizga qanchadir berishim kerak emasmi? Yo'q. Bo'ptunda, davay, подруга. Nós é os cara mais falado que as meninas se amarra. Nós é os cara mais falado. Ko'zing yumib tur. Bo'ldi. Начали. Og'zim to'lib ketdi. Mana. Zo'r ekan mana shu. Hammasi. Sen menga nimagadir mana shu tuxumchani tanlagansan deb o'ylab o'tib, senga tuxumchasi yo'q edi. Mana shumi? Senga buni qilib qo'yaver. Videolarda oxirigacha topolmasam men ishonmasdim, kelishilgan deb o'ylardim, lekin akasiyatda yo'q. Xo'sh, nima qilish kerak? Qattiq tanlash kerak? Boks gammini tanlash kerak. Agar menga kimdir qachondir qora rangdan boshqa ranglar ham kiyasan desa ishonmasdim. Hozir esa juda ham ko'p yorqin ranglarni kiyaman. Bugun sariq bilan seri rangni moslab ko'ramiz. Ketdik. Sariq sviter yana ham stilliroq bo'lishi uchun oq rubashka bilan mosladim. Seri shimimni faqat bir xil rangini topdim. Qolganini ko'rmadinglarmi? Kiygan kiyimim xuddi quyosh bilan yerni rangiga o'xshaydi. Lekin chiroyli bo'ldi-a? Oyoq kiyim nima kiysam yaxshiroq bo'lardi? Nima deb o'ylaysizlar? Ana endigi navbat sochimga hozir ko'ramiz nima qilaman, lekin yig'moqchiman. O'xsharmikin ko'ramiz. Bir amallab yig'ib oldim, o'xshagani shu bo'ldi. Endigi navbat aksessuarlarga taq tuq qilib zirakchalarni taqib olamiz. Mana bu bo'ynimdagi ortiqchamidi dedim, lekin baribir taqdim. Hayotda ham shunaqa aytganimdan qo'ymayman. Qo'lga bitta soatcha, endi navbat ochkiga. Menda ikkita tanlov bor, bittasi oq, bittasi shunaqa. Oq ochki bilan ham juda ham chiroyli turdi, lekin baribir menga mana bu variant ko'proq yoqdi. Sizlarga-chi? O'zi juda ham kamdan kam bunaqa stilda kiyinaman, menga baribir ko'ylakchalar kiyib yurish yoqadi. Sizlar bunaqa kiyimda qayerlarga ketgan bo'lardinglar? Menga obraz qanchalik yarashdi? 1 dan 10 gacha baho beringlar. Açık saçık yufkası dar. O yana gelir bu yana gelir. Ah. Tushunmadim. Kim u Madina? Madina kim dedi? Bu senin telefoning. Ah, Madina. Alo? Açık saçık yufkası dar. Singlimdan mana shu spiska bo'yicha men yaxshi ko'rgan narsalarni olib kelishini aytdim. Men ham u yaxshi ko'radigan narsalarni oldim. Men yaxshi ko'rgan shirinlik bu oq shokolad, malina, klubnika v shokoladilarni yaxshi ko'raman. Klubnika в шоколаде и Maltesers'ni yaxshi ko'raman. Раз, два, три. Tadam! Умеете, могете просто. Rostlanib. Qayoqqa borsa ham Maltesers'mida mana shuni yeydi. Ikkovimiz ham yaxshi ko'ramiz, ko'proq singlim воздушный shokolad yeydi. Bizga yoqtirgan meva. Bu apelsin. 1, 2, 3. Tadam! Nice. Настолько bir-birimizni yaxshi bilamiz. Qurt, sirniy palochki, semечки. Qurt и chipsi. Yaxshi ko'rgan chaqchiqlar. Tadam! Opam hozir sirli chipsni yaxshi ko'rib qolgan. Seni qurtni yaxshi ko'radi. Kinaligida hech pul bo'lsa ham qurt olib berdi. Сильное заявление. Ko'k choy, kola, fanta ichaman. Apelsinovый sok, kola ichaman и oddiy suvni yaxshi ko'raman. 3. А что, так можно было, что ли?
opam faqat 5 litrlik suv olib keladi. Menga ham telefon qilib, "Kelishingda 5 litrlik suv olib kel" deydi. Sizlar nimalarni yaxshi ko'rasizlar? Kommentariyalarda yozib o'tadi. Sizlar nimalarni yaxshi ko'rasizlar? Sizlar nimalarni yaxshi ko'rasizlar? Kommentariyada yozinglar. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate